Assalomu alaykum qarindoshlar. Tor bekat qurish yurishlik darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning ikkinchi qismliq dars. Bu qism darsimizda biz qaysi detallar bilan boshlashni, ya'ni tor bekat qurish uchun nimalarni hozirlashimiz kerakligi to'g'risida so'zlaymiz. Odatda men oldin qismliq darsda aytganimdek, birinchidan bizga bir tor ko'rgi lozim. Sizlar kompyuteringlarda mayli Mac sistem ishlatamsizlar yoki Windows sistem bo'lsin, Chrome, Google Chrome yoki Firefox xalqan birisi bo'lish kerak. Menimcha allabirun tushirib olgan bo'lsanglar, qayta tushirishning hojati yo'q. Tushirmagan bo'lsanglar, Google Chrome'ni google.com yanto'siz Chrome mana yozilishi. Mushuningdan tushursanglar bo'ladi. Odatda qarasanglar for Mac deydi, men Mac ishlatayotgancha. Windows ishlatayotgan bo'lsangiz for Windows deydi. Mush download Chrome'dan boshlab tushirsangiz bo'ldi. Qachilab ishlatsangiz bo'ldi. Firefox'ni mozilla.org chiqib download Firefox'dan boshlab ishlatsangiz bo'ldi. Menimcha ko'pinchalar tor ko'rg'u ya Chrome ishlatsa, Firefox ishlatsa, tushirmsanglar bo'ldi. Hamda bizga bir tahrirlagich lozim, kod tahrirlagich. Men Atomni tavsiya qilaman. Atom.io chiqib, bu avtomatik holda sizning sistemangizni asosan tayyorlab qo'ydi. Masalan, men Mac OS ishlatgachga Mac OS deb chiqadi, Windows ishlatsanlar Windows deb chiqadi. Yoki sizlarda boshqa bir tahrirlagich bo'lib qolsa, masalan, Visual Studio Code, Sublime qaysi bo'lsa bo'laveradi. Lekin biz buningda qanda Atom buyurishlik darsimizda Atomni ishlatamiz. Atomni downloadni bisib kompyuteringizga tushirib, uni qaychilab bo'ldi. Bassanglar zip kod shakli tushadi. Mac ishlatayotgan bo'lsangiz downloadsga Atom Mac yoki Windows ishlatayotgan bo'lsa, o'zingizlar qaysi o'ringa tanlagan bo'lsanglar, bu zip hujjat shakli tushadi. Buni chekib qaychilsanglar bo'ldi. Uni tafsiliy to'xtalmayman. Agar qaychilayamsanglar, asynchron shaklda desanglar. Bu qaychilgandan keyin icon shunday ko'rindi. Buni chekib qo'zg'atsak, open. Bu shaklda ko'rindi. Bu atom yoki. Qo'zg'algandan keyingi ko'rinma yuzi shu. Buning ko'rinma yuzini o'zingizlar xohlagancha tanishib olsanglar bo'ldi. Masalan, a theme. Bu yerdan bisib qanday ranglikni, ya'ni tema tanlab olsanglar bo'ldi. Biz hozir qistirma qachlaymiz. Ya'ni biz kod yozishimizga qulaylik yaratib beradigan ba'zi bir qistirmalar bor, shuni qachlaymiz. Uni qachlash uchun Atomninki preference yoki setting. Preference ni chep ma installni bassanglar, miyaga qachlaydigan qistirmalar tavsiyelik. Birinchi tavsiya qilganimiz Atomning yozgan kodni chiroyliqlashtiradigan Beautify deydi. Atom Beautify. Mana bu 8,5 million ortiq odam tushgan. Buni assaq buning tushundirishi ko'makchi bo'lsanglar, tafsiliy ko'rsanglar bo'ldi. Eng yaxshisi mush Atomninki o'zidan mishadan install bassaqlan bo'ldi. O'zi tushirdi.
install qilyotdi. Undan keyin Atomning yana bir yaxshi yeri, bu yerda biz qanday GitHubga ulag'liq. Buni keyin o'rganamiz. GitHubning nimaligini. Bu surti, Torning surti bilan munosabatlik. Buni tushirib olgandan keyin tushuvasin. İkincisi, biz imet bu qısırmını tushiramiz. Bu 4 milyon artıq adam tushiribdi buni. Bu shu tor bekat qurish uchun muhim bo'lgan bir qistirma yordami deyilgan. O'zini bassanglar ayrim bir torba shaklda tushuncha berdi. Odatda o'qimsaqmi bo'ldi, install qachilaymiz. Keyingisi yani install bo'lib bo'ldi. Mana chiqdi. Boyamqisi Atom Beautify mi shunday chiqdi. Ben onu saqlab turdim. Üçüncüsü qachilaydig'imiz Atom Turn.js. Bu JavaScript uchun muhim bir qistirma. Installni basamiz. Qachilaydi. Qachilanib bo'ldi mana. Hem dördüncüsü biz HTML deganimiz avtomatik chiqarib beradigan yana bir qistirma. Auto close HTML. Mana. Install. En oxirgisi biz CSS yozganda yordam beradigan qistirma. CSS lent mana tushsak bo'ldi. Odatda biz dastlabda nima yozamiz desanglar, HTML, CSS ana degan qanda JavaScript mushularga qanda ba'zi tushgan qistirmalar bizga yordami tegdi, qanday yordam tegdi desanglar, masalan, kod news bo'yicha ul chiqarib bo'ldi. Anandagi yana birga mana bu Beautify degani kodni chiroyli chiqardi. Demak, biz hozir qistirmalarni qashlab bo'ldik, taqildik. Kelarki soatdan boshlab darslikni, ya'ni kod yozishni rasmiy boshlaymiz. Agar qashlanmagan, qilinmagan bo'lsa, asl inson shaklida yozinglar.